Xullas, filtr to'lmaganligini konditsionerni 4-oxirgi versiyasiga qo'ysanglar, o'sha g'uvillagan ovoz chiqadi. Agar filtringiz to'lmagan bo'lsa, ana ikkinchi polojeniyaga qo'yganingizda qanday ovoz chiqsa, to'rda ham xuddi shunday ovoz chiqishi kerak. Sizlar bilan hozir birgalikda o'zimni salon filtrimni to'lmaganligini bitta ko'rib olamiz. O'zingizlardan qolar gap yo'q. O'zi bu qanaqa ko'rinishda bo'lish kerak? Mashinada men chang yutib yurganman. Mana qaraysiz-chi. Mana mashinada men chang yutib yurganman. O'zi tug'ilganida o'zi mana bunaqa bo'lish kerak edi o'zi aslida. Shuning uchun konditsioner bo'yicha birinchi o'chiritda furyon, boshqa balo-battar utechka tekshirishingizdan oldin salon filtrini alishtirsangiz eng arzoni shunga tushadi. Taxminan necha pul? 40 ming 50 ming atrofida turadi, bitta alishtirib olasiz. Shu bilan ham ishingiz bitib ketishi mumkin. Video sizga albatta manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta dona like bosish esingizdan chiqmasin. Mana ishlarimni qarasangiz, bilasiz, mashina nagar bu kir bo'lib ketganini qarang. Xullas, mashinasida konditsioner bor, liboy tanishingizga yuborib qo'ying. Eng yaqinlariga albatta yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mashinada men chang yutib yurganman, mashинada o'tirib, eng qizig'i bor. Shunaqa gaplar. Charchamanglar.